bütün ko'rganlarimizin ümidimiz. Bizga albatta nurg'un uchurlar keldi. Ba'zi shu biz istatistiklar qarasaqmi, ko'rganlarimizning ko'pinchisi %60dan yuqorisi hattoki a'zo bo'lmay turib istiqlol televiziya ziyorat qilganligini ko'rib olamiz. Va buni a'zo bo'lmagandan keyin ba'zi nurg'unlar uchurlar keldi. Masalan, xabar chiqmadimi yoki falan programni topolmadik debchi. Buning bosh sababi shu sizlar YouTube'dan ko'rayotgan vaqtinglarda, masalan, bizning saytimiz kirgan vaqtida ana shu yerda mayda inglizcha bo'lsin, o'zinglar yashayotgan davlatlarda shu a'zo bo'lish knopkasi chiqadi. Men a'zo besib etisizlar mayda telefondan, mayda kompyuterdan. Va oxirida hammasini deganda qo'ng'iroqni besib etsanglar, bir qatim shu knopkani bosgan bilanlar a'zo bo'lasizlar. A'zo bo'lgandan keyin butunlay bundan keyingi chiqqan barliq programmalarimiz chiqib bo'lguncha naq maydon programmalarimizni tatib, shu qo'ng'iroqni besib etgandan keyin telefoningizga darhol uchur keladi yani. İstiqlolda bir programmaning ya yangidan qo'yilganligi yoki yangi bir programmaning boshlanganligini darhol telefoningizda shu hamon uqalaysizlar. Shuni eng sayyibining eng beshida turdi. Bütün ko'rganlarimizning umidimiz ham bizga a'zo bo'lgan bo'lasizlar, abone bo'lgan bo'lasizlar. Abont. Shuning uchun shuni unutmay bütün ko'rganlarimizdan umid qilamiz. Shu qo'ng'iroqni echib etib, a'zo bo'lib, qo'ng'iroqni echib etishni unutmagan bo'lsanglar.